Assalomu alaykum obunachilar. Mana nihoyat Lesxo'z dam olish zonasida oshxonamiz o'choqlari bo'ldi. Endi xudo xohlasa pardozlash ishlariga keldik. Shunaqa qilib mana hozir 4 ta qozon bo'ldi. Bu yerga tasha sho'rva qiladigan joy qildik. Bizda sho'rva qilamiz deyapti. Bu yerga rabochiy stullari, mo'ralarini o'rnatib joylashtirib cho'g'larga qo'ydik. Xudo xohlasa endi plitkaga harakat. Plitkalarni yopishtirib bo'lgandan keyin xudo xohlasa yana bir e'tiborlarga havola qilamiz. Mana go'zal manzaralar. E'tiborlar uchun rahmat.